Yo barchaga do'stlar, biz bugun videomizda survival rejimini o'ynab ko'ramiz. Qanunda ketdi. Birinchi o'rinda albatta daraxt chopamiz. Xo'sh, do'stlar, bugun videomizda maqsadimiz qishloq topishimiz kerak va o'zimizga sal kattaroq 8 ga 8 mi 7 ga 7 mi yo'qotishimiz kerak. Xo'sh. Mana boshladik. Aka. Xo'sh, mana daraxtlarni ham chopib bo'ldik va mana bitta verstak va cho'pdan qilamiz va bolta va bitta ko'ka va bitta qilichamizni olayveramiz. Har ehtimolga qarshi yo'q, qishloq ham topdik. Qishloqda endi yashab uyimizga quramiz. Birinchi o'rinda hozircha oziq-ovqat va tosh, temir, shunaqa narsalarni yig'ib olamiz. Mana buni o'ldirib olamiz. Xullas, raz ikkita go'sht va mollarni ham mana bu yerga kelsin. Yaramas. Xo'sh. Bu qishloq haqida ma'lumot olishimiz kerak qishloqlardan. Hozir borib ko'ramiz. Xo'sh, mana bu qishloq g'alatiroq ekan. Ay, juda issiq. Yurish ham qiyin. Juda issiq. Maza. Ay, bu taraflar nimcha issiq. Voy, dod, shunaqa issiq bo'ladimi? Bu ikkita qishloq. Mana qishloqqa yuqoraveraman. Mana jitildan so'raylikchi. Salom, jitil. Bu qochib ketadigan yo'qman unga. Bularda hech narsa yo'q. Xo'sh, tepaga chiqamiz. Hozir. Ko'rmara do'konga qarab, pastga tushishini eshitdingmi? Jildirabdan beri ketishim, do'stim qo'qiladi. Biraz ko'p. Xonshunaslar, o'g'limlar. Kel, Shukrona, ikkalamiz ko'ramiz, kel. Odamni qo'yam, odamsiga. Gapirmay o'tirasan, o'g'lim. Do'stlar, mana biz hozir mana bu yerga keldik. Xo'sh, mana hozir ham ketyapmiz. Mana shu jitildan so'rab turamiz. Xo'sh, jitil, bu qishloq haqida ma'lumot bera olasan? Ha, albatta, bu qishloq 1946-yil yarimi. Bu qishloq albatta qurgan, juda ham issiq. Biz bularga chidab kelib uylarni qurganmiz. Birinchi biz to'da bo'lib bu yerga kelganmiz va uylarni qurganmiz. Xo'sh, shundaymi? Ha, shunday. Bu yer zo'r ekan, menga yoqdi. Ana u yerda ham bor ekan-a? Ha, u bizning qo'shnilarimiz, ular ham do'stimiz. Faqat ular bizdan salgina g'alatiroq va boyroq emas. Biz boymiz ulardan, ular kambag'alroq. Bizning yonimizda ham suv bor. Ularning tarafida suv yo'q. Bo'pti, mayli, o'tiringlar. To'g'ri ekan. Demak, men mana shu yerga uy qursam bo'ladimi? Ha, albatta. Sening isming nima? Mening ismim
Joker. Va o'tay. Xohlasak Saynada o'tdi. bizning qishlog'imizni tanishtirib chiqaman. Ha mayli. O'zim tanishtirib olaveraman. O'zim aylanib keluvdim bu yerga. Xo'sh, rahmat Joker. Ey aytganchi. Ha? Qishloqi? Ha, chaqirib ketaveryapsan? Mana mening Oyim. Aytganchi sening isming nima? Mening ismim albatta Abu Sir bo'lib qolaversin. Ha mayli. Xo'sh, ismingni ayt, to'xtatib tur video. Hop mayli. Mening ismim Ha, sening isming boshqamidi? Ha mayli, men bu ismlarni ko'p ko'rganman. Mayli, bo'pti. Ha mayli, sen bilan tanishib oldik, Joker, bo'pti. Xo'sh, mana bu kimniki ekan? Bu yer bo'sh. Demak, bu uyni o'zimga olsam ham bo'laveradi. Hozir men qishloqdan so'raychi. Joker. Ana to'g'ridagi uy. O'zimga olsam bo'ladimi? O to'g'ridagi uy, mana bu uyda. Ha, albatta, u darga ko'chib ketdi. O'shanga senga olaver. Xohlagan ishingni qil. Ha mayli, bo'pti. Xo'sh, bu endi menga bo'ldi. Endi nima yo'llarimni to'g'rilamasam, qanday turyapti. Yo'llarga pechka qurarman balki. Derazalar ham olib kelaman. Buni shunaqa bezataman. Chunki yangi yilga ham 15 kun qoldi. Qishloqi, nima qilyapsan bu yerda? Seni haydab yuboraman. Ko'rasan sen. Yo'qol bu yerdan. Qanga kirmayapsan sen ey? Sen chiq bu yerdan deyapman. Chiq. Xo'sh, nosozliklarga e'tibor bermaysizlar do'stlar. Hozir biz narsani boshlab yuboramiz. Mana biz do'stlar boshladik. Xo'sh, mana bu yerda narsalarni olib yuboramiz. Xo'sh, nosozliklarga e'tibor bermaysizlar, iltimos. Xo'sh, mana. Do'stlar, mana shunday qilsak to'g'ri bo'ladi. Xo'sh, mana. Xo'sh, mana smart qildim. Xo'sh, uni to'g'rilaymiz. Yaxshi kirganimizni ishlatyapmiz, mayli, ketaversin. Xo'sh, mana bu yerni joyiga qo'yib qo'yamiz. Xo'sh, mana hozir smart stone deydi unutamiz. Va mana bu desentdan ham o'rnatib qo'yamiz. Xo'sh, biz mana bulardan chop kelmasak bo'lmaydi, albatta. Mana bularni ham olishimiz shart. Chunki uyimiz g'alati chiqib qolyapti. Mana shu yerni shuni yopib yuboramiz. Demak, bizga mana bundan kerak. Xo'sh. Mana bularni to'plab nimadir qilsa bo'larmikin? Ha, mana bundan qilsa bo'larmi? Sen. Demak, bizga ko'p qum qazishimiz kerak. Sen sinay deyapti. Bizga ko'proq kerak. Shuning uchun biz hozir bo'lamiz do'stlar. Xo'sh, 7 qilaylik. 16 qilsak, 16 turgizsa 4 ta chiqarsa xolos, juda kam bu. Demak, biz 20 ta qilamiz va ketamiz. Shu 20 tasi 5 ta bo'lsa 4 ta qilamiz. Sababi qumdan ham qilaveramiz. Vo, mana
Smartphone qilsa bo'lar ekan, to'rttagilarga o'tkazdi. Xo'sh, mana smartphone deydigan qilaveramiz. Sababi smartphone hozir mana hammasidan yaxshi-da. Xo'sh, mana bu yaxshimi? Xo'sh, mana bu yaxshimi? Sensor yaxshi ekan. Bekor qildim. Mayli. Xo'sh, endi ichkariga kiramiz. Xo'sh. Kirib olayım sen. Chaqyapman. Bu yer endi meniki. Yo'qol. Bu uy meniki. Oy, bu benim uyum. Nega meni qo'yapsan o'z uyimda? Seniki emas. Men so'radim. Buni ko'chib ketdim dedi. Sen u o'lib qoldi. Oy, yo'q do'stlar, men nima qilib qo'ydim? Mayli. Xotir olmaymiz, bilib qolishimiz bo'ldi. Hech nima qilmaydi, hech nima. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Jingle bells, mana shu agirat meniki. Xo'sh, men mana bularni olsam bo'laverarmikin? Hech kim yo'q menga bu yerda. Bu yerda yo'q. Oy. Zombi. Yo'q. Oh, creeper portlabdi. Xo'sh, mana biz uyimizni bitirib olishimiz kerak. Lekin bizda kerakli narsalar yo'q. Qoldiramiz. Shman divan yasashim kerak. Hali berimanda. Xo'sh, ya meni versagim bor, mana bu yerga o'rnatib qo'yay. Mana bularni ham olishim kerak hali. Uyimni yaxshilab qilishim kerak. Hozirchalik mashga qo'yib turaylik. Va smartphone deymi yoki sensormi? Smartphone deydan qilaveraylik. Bir xil chiqadi. Xo'sh, mana bu yerdan ham bitirib olsak bo'lardi. Mana bu yerni bekitib qo'yamiz. Qarayapman qarshi. Ay, sakra olmadim. Hozir men sakrayman. Mana bizni to'g'rilaymiz. Mana bularni olib unga oddiy mana sentlardan qo'yib qo'yamiz ham. Chesta ham yo'q. Ertaga davom ettirarman. Xo'sh, do'stlar, hozirchalik videoni o'chirib qo'yaman. Sababi men ertalabgacha kutishim kerak. Sizlarning vaqtingizni olmayman. Shuning uchun men ertalabgacha nimadirlar qilib, narsalarni topib qilib turaman. Xo'sh, do'stlar, hozir videoni kesib tashlayman, sababi qoch, yarimta vay. O'ldim do'stlar. Do'stlar, mayli. Do'stlar, mayli, men videoni uzishga sababchiman. Sababi do'stlar, hozir qaytamiz, tushundinglarmi? Xayr, hozir videoni uzib yana davom ettiramiz.